Bugun o'zbek kitobxonlariga Yashamoq asari bilan tanilgan xitoylik yozuvchi Yu Xuaning yangi bir kitobi Qonini sotgan odam romani haqida gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling. Yu Xuaning Yashamoq romanida Fugui yaqinlaridan judolik azobi bilan qiynalsa, Qonini sotgan odam romani bosh qahramoni Sanguan oila a'zolari o'lmasligi uchun kurashadi. Ya'ni ular g'oyasi jihatdan ham bir-biriga umuman teskari. Qonini sotgan odam asarining markaziy g'oyasi bu inson qadr-qimmati eng tub qashshoqlik sharoitida ham butunlay yemirilmasligi, insoniyligini saqlab qolishidir. Faqat buni o'sha odamning o'zi istasa bas. Asar bosh qahramoni Hu Sanguan hayotini yozuvchi bunga jonli dalil qilib keltiradi. U kasalxonalarga borib o'z qonini sotish bilan shug'ullanadi. Bir martalik qon sotish normal odamning yillik daromadiga teng edi. Ha, bu bir qarashda insonning o'z tanasini, jonini pullayotgandek ko'rinadi. Ammo Yu Xua aynan shu oxirgi najot yo'li orqali o'quvchini hayotni chuqurroq o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Xo'sh, Hu Sanguan qon sotishni boyish yoki oson yo'l bilan pul topish, kayf va safo uchun qilyaptimi? Yo'q. U buni tirik qolish, oilasini ochlikdan saqlash, bolalarini haqiqiy inson qilib ulg'aytirish uchun qiladi. Sanguan jamiyat nazarida kambag'al, oddiy va kuchsiz odam bo'lishi mumkin, ammo u o'z vijdoni oldida halol. Qon sotish sahnalari ham ko'pincha og'riqli, hatto jirkanchroq tasvirlanadi, lekin bu ko'zga ko'rinib turgan jirkanchlik ortida Hu Sanguanning ma'naviy pokligi va mas'uliyati yashirinib turganini o'quvchi sezib turadi. Yozuvchi matonatli va mas'uliyatli odamlarni tasvirlar ekan, qadr-qimmat tashqi sharoit bilan emas, ko'proq ichki axloqiy tayanch bilan belgilanishiga ishoralar qilib ketadi. Men moliyaviy ahvolim sababli shunaqa yomon yo'ldan yurdim, shunaqa ishlar qilishga majbur bo'ldim deguvchilarni aslida o'zlarini aldashayotganini shu yo'l bilan tushuntirgandek go'yo. Bu g'oya esa asarni oddiy ijtimoiy roman darajasidan ko'tarib, insoniylik haqidagi universal asarga aylantiradi. Yu Xua qahramonini ideallashtirmaydi, uni qahramon deb baland ko'tarmaydi, ammo o'quvchi kitobni o'qirkan eng og'ir sharoitda ham odam o'z insoniyligini saqlab qolishi katta qahramonlik ekanini o'zi tushunib yetadi. Qashshoqlik odamni sindirishi mumkin, ammo uni pastkashga aylantirmaydi. Hammasi odamning o'ziga, ichiga, ya'ni qalbiga bog'liq demoqchi bo'ladi yozuvchi. Bu kitobda otalik balandparvoz nutqlar, mehr izhorlari yoki qahramonona jasoratlar orqali emas, balki jim, kundalik va og'riqli qurbonliklar orqali namoyon qilinadi. Hu Sanguan otalikni hissiy holat emas, ko'proq mas'uliyat shakli sifatida ko'radi. U bolalari och qolmasligi, kasal bo'lmasligi, davolanishi, jamiyatga ortiqcha yuk bo'lib qolmasligi uchun o'z tanasini sekin-asta qurbon qiladi. Bu yerda Yu Xua muhim bir haqiqatni ko'rsatadi. Ota muhabbati ko'pincha ko'zga ko'rinmas bo'ladi. Hu Sanguanning ba'zan jahli chiqadi, xato qiladi, o'jarliklar ko'rsatadi. Ammo aynan shu oddiylik uni haqiqiy ota portretida namoyon qiladi. Asarda yana bir muhim fikr o'rtaga qo'yiladi. Bu otaning jamiyatdagi ko'rinmasligidir. Hu Sanguan tarix sahnasida yo'q, siyosiy qarorlar qabul qilmaydi, lekin tarixning eng og'ir yukini aynan shunday otalar ko'taradi. Ularning tanasi, mehnati va umrlari tizimning to'lov shakliga aylanadi. Qonini sotgan odam romanidan olgan eng katta xulosalarimdan biri katta siyosiy va ijtimoiy tizimlar almashsa ham azob-uqubat baribir oddiy odamlarning yelkasida qolaveradi. Asarda tarixiy davrlar nomma-nom sanab o'tilmaydi. Siyosiy shiorlar ochiq targ'ib qilinmaydi. Ammo ochlik, yetishmovchilik, qo'rquv va beqarorlik orqali o'quvchi 20-asr Xitoydagi keskin burilishlarni yaqqol his qiladi. Siyosiy qarorlar yuqorida qabul qilinadi, ammo jabrini Hu Sanguan kabilar o'zining tanasi va qoni bilan to'lashadi. Davrlar o'zgaradi, shiorlar yangilanadi, yorug' kelajak va'dalari beriladi, lekin Hu Sanguan kabilarning muammosi o'zgarmaydi. Oilani qanday boqish kerak? Bolalarni qanday ochlikdan saqlasa, o'qitsa bo'ladi? Bu savollar ochiq turaveradi. Qon sotish sahnalari takrorlangan sari shuni tushunib yetdimki, bu individual fojia emas, balki butun bir qatlamning umumiy taqdiri. Bu asar faqatgina o'sha davrdagi Xitoy haqida emas, Hu Sanguan boshqa minglab Hu Sanguanlarning ramzi desa ham bo'laveradi. Ko'p o'rinlarda yozuvchi o'ylab ko'rishni, xulosa chiqarishni o'zingizga qoldiradi.
tizim qanchalik buyuk bo'lmasin, uning narxini har doimgidek kichik, oddiy odamlar to'laydi. Tarix g'alaba va mag'lubiyatlar haqidagi ma'lumotlar bilan to'la, ammo tarixning hech qaysi bir qismida azob statistikasi kiritilmagan. Aynan shunga o'xshash hissiyotlarni men Yashamoqni o'qiganimda ham his qilgandim. Bu haqida endi keyingi videolarda alohida gaplashamiz. Xayrlashishdan oldin obuna bo'lib qo'yishni, videoga like bosib, kitob haqidagi fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha.